Anti-American. Amerikaga qarshi xatti-harakatlaringiz uchun Green Card'ga topshirgan arizangizga rad javobi berilishi mumkin. Azizlar, 19-avgustda e'lon qilingan yo'riqnomaga ko'ra Policy Memo immigratsion imtiyozga ariza topshirganingizda barcha qo'yilgan talablarga siz javob bergan taqdiringizda ham unga qo'shimcha ravishda immigratsiya xodimi qo'shimcha omillarga, faktorlarga ham qarasin deyiladi. U ham bo'lsa, Amerikaga qarshi bo'lgan mafkura yoki xatti-harakatlarni qilgan bo'lsangiz, shu bilan birga antisemitik mafkura tarafdori bo'lsangiz, bu o'ta salbiy faktor sifatida ko'rilsin va arizaga rad javob berishda asos sifatida qo'llanilishi mumkin deyiladi. Endi alohida misolga to'xtaladigan bo'lsak, Amerika fuqarosi bilan nikohdasiz. Mana bu asosda siz Green Card'ga hujjatlarni topshirgansiz. Bu nikoh haqiqiymi yo'qmi, barcha tekshiruvlardan o'tib talablarga javob bergan bo'lsangiz ham, agar sizni xatti-harakatlaringizda Amerikaga qarshi bo'lgan mafkura tarafdori yoki xatti-harakatlar aniqlangan taqdirda bu topshirilgan arizaga rad javobi berilishi mumkin. Afsuski bu yerda o'sha demak endorsed, promoted, supported deyiladi. Keng tarqatgan, qo'llagan deb tarjima qilish mumkin. Shu bilan birga mana bu faktorlar aniqlangan taqdirda overwhelmingly negative factor, juda kuchli salbiy omil sifatida ko'rilsin deyiladi. Misol uchun, G'azoda bo'layotgan qirg'inga qarshi siz namoyishlarda ishtirok etgan bo'lsangiz, to'g'ridan-to'g'ri kuch ishlatishga qarshi chaqirmagan bo'lsangiz ham, ijtimoiy tarmoqlarda post qo'ygan bo'lishingiz mumkin va hokazo. Mana bular qandaydir ma'noda o'sha Amerikaga qarshi yoki antisemitikdek talqin qilinishi mumkin afsuski, chunki buni hozircha aniq mazmuni ichiga nimalar, qanday harakatlar kirishi aniq belgilab berilmagan. Yagona o'sha o'ziga xos istisno bilan birga Amerika fuqaroligiga hujjat topshirganingizda buni qandaydir o'sha anti-American activities yoki ideologiesga tushuncha bor, u ham bo'lsa totalitar va kommunistik tizim yoki mafkura tarafdori bo'lsangiz, bu ya'ni bunday qarashlar demak anti-American, Amerikaga qarshi deb talqin qilinadi. Ammo Green Card'ga hujjat topshirish yoki boshqa immigratsion imtiyozlar uchun hujjat topshirganingizda bu amaliyotda qanday qo'llanilishini kuzatamiz. Xavotirli holat, ammo ko'p jihatlarini, qirralarini albatta amaliyot belgilab beradi. Kuzatib boramiz. Marylanddan Dangarli salomlar.